Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. O'zbek futbolining oltin davriga xush kelibsiz. Bugun kalendarda 2026-yilning may oyi. Butun mamlakat nafasini yutib, Shimoliy Amerika maydonlarida boshlanadigan tarixiy onlarni kutmoqda. Biz buni naq 30 yil kutdik. Mustaqilligimizdan beri ne avlodlar, ne yulduzlar armon bilan ketishmadi deysiz. Lekin aynan hozirgi avlod bizning oq bo'rilarimiz bu tilsimni buzishdi. Biroq eng katta shov-shuv saralashlardan keyin sodir bo'ldi. O'zbekiston Futbol Federatsiyasi butun dunyoni hayratda qoldirib, terma jamoa tizginini kimga topshirdi? Fabio Cannavaro. Ha, adashmayapsiz. 2006-yilgi jahon chempioni, afsonaviy italyan himoyachisi va oltin to'p sohibi. Endi bizning generalimiz. Cannavaroning Toshkentga kelishi shunchaki transfer emas. Bu o'zbek futbolining ambitsiyalari o'zgarganidan dalolat. Italiyalik mutaxassis kelishi bilan jamoada intizom va taktika birinchi o'ringa chiqdi. Uning qo'l ostida jamoamiz qanday o'zgardi? Manchester City yulduzi Abduqodir Husanov bilan u qanday til topishdi? Va eng muhimi 17-iyun kuni Aztek olovida bizni nimalar kutyapti? Bugun biz shunchaki tahlil qilmaymiz. Biz O'zbekistonning jahon chempionatidagi g'alaba rejasini ochib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bunaqasi hali hech qayerda eshitmagansiz. Keling endi jamoamizning eng mustahkam nuqtasi himoyamiz haqida gaplashamiz. Hozirda dunyo futboli bir yigitning ismini hayrat bilan tilga olmoqda. Abduqodir Husanov. 1 yil oldin uning Manchester City'ga o'tishi shunchaki transferdek ko'ringan edi. Lekin bugun u Pep Guardiolaning asosiy planlaridan biriga aylandi. Nima uchun bu biz uchun muhim? Chunki Husanov City'da dunyoning eng aqlli hujumchilariga qarshi qanday o'ynashni o'rgandi. U endi shunchaki jismoniy baquvvat himoyachi emas, u o'yinni o'qiydigan taktik kompyuter. Cannavaro kelishi bilan Husanovga berilgan birinchi topshiriq nima bo'lganini bilasizmi? Italiyalik afsona unga shunday degan: "Sening vazifang raqibni to'xtatish emas, uni o'yindan bezdirish." Cannavaro Husanov mashg'ulotlardan so'ng soatlab Portugaliya hujumchilari, ayniqsa Cristiano Ronaldoning harakatlarini tahlil qilishayotgani haqida insider xabarlarimiz bor. Ronaldo qaysi nuqtada to'p kutishi, u qaysi tomonga burilishini Cannavaro 5 qo'ldek biladi va bu bilimlarni hozir Husanovga o'rgatmoqda. Tasavvur qiling endi, maydonda Manchester City'ning intizomi va Cannavaroning ayyorligi birlashmoqda. Bizning himoyachimiz nafaqat himoyada, balki hujumni boshlashda ham markaziy figuraga aylangan. Uni 40-50 metrlik aniq paslari Abbosbek Fayzullayev yoki Eldor Shomurodovni bir lahzada raqib darvozasi oldida paydo qilishi mumkin. Guardiola Husanovni zamonaviy futbolning namunasi deb atagani bejiz emas. Jahon chempionatida biz nafaqat himoyalanamiz, balki Husanovning intellekti evaziga o'yinni nazorat qilamiz. Sizningcha Abduqodir dunyoning eng yaxshi 5 ta himoyachisidan biriga aylanib bo'ldimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring, bu juda qiziq. Endi esa keling eng asosiy masalaga o'tamiz. Bizni mundialda kimlar kutyapti? O'zbekiston joy olgan K guruhi allaqachon mutaxassislar tomonidan turnirning eng prognoz qilib bo'lmas guruhlardan biri deb ataldi. Bir tomonda Cristiano Ronaldo boshchiligidagi yulduzli Portugaliya, ikkinchi tomonda Janubiy Amerikaning yovvoyi va texnik jamoasi Kolumbiya va nihoyat guruhdagi yashirin to'lqin, jismoniy jihatdan dahshatli darajada kuchli bo'lgan Kongo Demokratik Respublikasi. Cannavaro bu guruhni strategiyalar jangi deb atadi. Kolumbiyaga qarshi Azteca stadionining balandligida qanday o'yin qilamiz? Ronaldoga qarshi Husanov qanday devor bo'ladi? Kongo Demokratik Respublikasining tezkor hujumchilarini qanday to'xtatamiz? Savollar juda ko'p. Do'stlar, tan olaman, bu guruh haqida 2 daqiqada gapirib berishning imkoni yo'q. Shuning uchun yaqin kunlarda kanalimizda faqatgina mana shu raqiblarimizning zaif nuqtalari, ularning ichki muammolari va bizning guruhdan chiqish variantlarimiz haqida alohida, to'liq va katta tahliliy video chiqaramiz. O'sha videoni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, chunki u yerdagi ma'lumotlar sizni hayratda qoldirishi aniq. Xo'sh, Cannavaro guruhdan chiqish uchun qanday reja tuzgan? Insiderlarimizga ko'ra, Italiyan mutaxassislar 3 bosqichli strategiyani ishlab chiqqan. Birinchi bosqich Aztekada tirik qolish. Cannavaro yaxshi tushunibdi. Birinchi o'yinda Kolumbiyaga yutqazish, turnir bilan xayrlashish degani. Shuning uchun uning rejasi maksimal agressiv himoya,
Biz hujumga o'tmaymiz, biz raqibni charchatamiz. Kolumbiyaliklar havo yetishmasligidan foydalanib bizni bosmoqchi bo'lishadi, lekin Cannavaro tayyorlagan beton himoya ularni asabiylashtirilishi kerak. Bu o'yindagi 0-0 yoki 1-1 biz uchun g'alaba bilan teng. Ikkinchi bosqich Ronaldoni o'yindan o'chirish. Portugaliya bilan o'yinda Cannavaroning shaxsiy rejasi ishga tushadi. Bu zanjirband qilish taktikasi. Husanov va yana bir markaziy himoyachimiz Ronaldoni hududiy emas, balki shaxsiy nazoratga olishadi. Qayerga borsa orqasidan soya kabi ergashadi. Ronaldo to'p bilan uchrashmagach asabiylasha boshlaydi. Cannavaro aynan shuni kutmoqda. Uchinchi bosqich Kongo kutilmagan zarbasi. Cannavaro hisob-kitobga ko'ra biz guruhdan chiqishimiz uchun 4 yoki 5 ochko kifoya. Demak, hal qiluvchi zarba Kongo Demokratik Respublikasiga beriladi. Bu o'yinda Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov tandemiga to'liq atamanlik beriladi. Birinchi ikki o'yinda himoyalangan jamoa kutilmaganda so'nggi turda agressiv hujumkor futbolga o'tadi. Raqib esa bizdan buni kutmaydi. Himoyamizda Cannavaro va Husanov borligini bildik, lekin gollarni kim uradi? Mana bu yerda bizning asosiy sehrgarimiz. To'g'ri, hozir uncha yaxshi formada bo'lmasligi mumkin, lekin Abbosbek Fayzullayev sahnaga chiqadi. Cannavaro birinchi kundan boshlab Abbosga maydonda to'liq erkinlik berdi. U hozir jamoamizning miyasi, uning nozik paslari va kutilmagan fintlari raqib himoyachilarini sarosimaga solishi aniq. Cannavaro'ni italiyalik yosh Kaka deb atayotgani bejiz emas. Abbos hozir Yevropaning eng yirik klublar skautlari kuzatuvida va jahon chempionati uning uchun eng katta imtihon bo'ladi. Lekin Abbosning paslari kim o'rganlantiradi? Albatta, bizning tirik afsonamiz, jamoa sardori Eldor Shomurodov. Eldor uchun bu mundial nafaqat orzu, balki butun faoliyatining cho'qqisi. Uning tajribasi, hujumda to'g'ri pozitsiya tanlashi va jismoniy kurashlari Kolumbiya hamda Portugaliya himoyachilar uchun katta muammo tug'diradi. Cannavaroning yangi taktikasida Eldor nafaqat hujumchi, balki yoshlarni ruhlantiruvchi yetakchi vazifasini ham bajarmoqda. Tasavvur qiling, Husanovdan uzoq masofali pas, Abbos to'pni qabul qilib, raqibni bir harakat bilan aldab o'tadi va Eldorga zargarona uzatma. Gol! Mana shu ssenariy bizning guruhdagi asosiy qurolimiz bo'ladi. Bizda ham texnika, ham tajriba, ham italiyanda intizom birlashgan. Bu O'zbekiston tarixidagi eng muvozanatlashgan O'zbekiston. Xo'sh azizlar, ko'rib turganingizdek, Cannavaro boshchiligidagi jamoamiz Shimoliy Amerikaga shunchaki sayohat uchun emas, sensatsiya qaytish uchun ketyapti. Bizda Husanovning mustahkamligi, Abbosning sehri va Eldorning tajribasi bor. Sizningcha guruhdagi eng qiyin o'yinimiz qaysi bo'ladi? Kolumbiya bilan debyutmi yoki Portugaliya bilan to'qnashuv? O'z fikringizni izohlarda yozing, har birini o'qib chiqaman. Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Chunki keyingi videomizda biz Portugaliya terma jamoasining zaif nuqtalarini tiklab chiqamiz. Olg'a O'zbekiston. Biz birgamiz. Free audio post production.